Assalomu qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari, xudo xolasa navbatdagi zakazimizni bir komplet xuddi shu osonda o'tgan safargi obzorimizdan ko'rib zakaz qilishdi. Bir komplet Qirg'izistonga, bir komplet Toshkentga xudo xolasa ketyapti, ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Bu yoqda bir komplet esa o'ralgan tayyor turibdi, xudo xolasa Qirg'izistonga ketyapti. Bemalol aloqa etsanglar bo'laveradi. Manzilimiz bo'lsa Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Xo'p, buning narxi qanaqa? Xo'p, necha metrlik joyga tushadi deydiganlarga, dastavkasi qanaqa deydiganlarga batafsil tushuntirib o'taman. Manzilimizni aytdim, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Bunimizni stolini razmeri birinchi o'rinda aytib o'tsak, 320 ga 120 holatda bo'lgan, MDF 100%. Shunaqangi ikkita akvarium qo'yib ishlab berganmiz. Juda chiroyli holatda chiqqan, ko'rib o'tsanglar bo'laveradi. Hop, chekasiga bu aynalarni ham juda chiroyli holatda chiqarib berganmiz. Qolganida salafani bor, betida salafanni chiqarsa, xuddi shunaqangi yaltiroq holatda bo'ladi. Xo'p, stollarimiz mana ko'rsanglar bo'laveradi. Stulga kombinatsiya holatda yullari qoraytirilgan, oyoqlari ikkitasi ma'la qilib ishlab berganmiz. Stullarimiz materiallarni aytib o'tadigan bo'lsak, materiallarimiz sidinasiga ham, spinkasiga ham turetskiy materiallar bilan qoplangan chester holatda ishlaganmiz. Ko'rib o'tsanglar bo'laveradi. Stullarimizni oyoqlarini 3D formatda roverda o'yib ishlangan, yong'oq yog'ochda o'zida o'yib chiqarilgan. Stullarimiz 100% yong'oqda, mana ko'rib o'tsanglar bo'laveradi. Materiallar ham toza, yaxshi materiallarni ishlatyapmiz. Orqa tomonlarini shunaqangi skladga pardali qilib ishlab berganmiz. Orqa tomonlariga ham bir xilda shunaqangi turetskiy materiallar toshlar bilan chiroyli kombinatsiya holatda qilingan. Endi ishimizni sifatini ko'rib o'tsanglar ham bo'ladi mana. Laklar sepilgan ishimizga mana. Laklar juda chiroyli holatda sepilgan. Ko'rib o'tsanglar bo'laveradi. Ismali oyoqlariga ham lak sepilgan mana. Stollarimizga ham xudo xolasa laklar chiroyli holatda sepilgan. Ishchi sifatlari juda chiroyli holatda chiqqan. Ko'rib o'tsanglar bo'laveradi. Ishchi sifatlari juda chiroyli holatda chiqqan. Ko'rib o'tsanglar bo'laveradi. Manzilimizni aytib o'tdik. Endi buni narxi necha pul deganlarga narxini so'rashasizlar. Narxi 7,5 million so'm. O'zimizning kanalga obuna bo'lib kuzatayotganlar uchun xuddi shu komplet holatini 7,5 million so'mdan chiqarib beramiz. 12 kishilik holati. Stol 320 ga 120 100% endi stullarimiz 100% yong'oq yog'ochda bo'lgan. Holeylar qora rang kombinatsiyasi holati bir xilda, bularni svetdaqa bir xilda qilib ishlab beramiz. Holeylar shunaqangi qora svetlarni kombinatsiya holatida ishlab chiqarib beramiz. Manzil bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilishinglar mumkin. Vodiy bo'lib shu narxlar ichida dastavka ustanobkalari tekin. Bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi.